Bu haybati ham o'zida haybatli mol ekanda. Ko'z tegmadi. Birinchi qoringa. Ko'z tegmasi mana mashallah. Shunlarga o'tkirjam men. Mana. Birinchi qoringa ekoyim. Mazza qilib 10 yil mazza qilaman deyotgan. Mana yurish turishi, oyoqlari hammasi joy-joyida. 8 oylikka 9 oylik. Xudo xolasa 15 kunda buni tug'adi. Bunisi bir oy kutamiz nasib bo'lsa. 37. 37 ha? 37 ming. 8-oy to'ldirib 9-oyga o'tdi. 9-oyga o'tdi. Xudo xolasa. Voyaga yetkazib. 8 oylik, 10 oyligida qochirib qo'ymaydi. Yetiltirib, yoshini vaqtiga kelgandan keyin qochiryapti. Gigantlari deymiz, shunaqalari, kattalari kelyapti mana Xudo xolasa. Bu nechinchi tug'ishga ekan? Bu najim bu, birinchi tug'ish. Birinchi tug'ishga g'inojim. Mana do'stlar. Yebicheri, sog'ligi hammasi joyida. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ixlosmandlari, akalar, ukalar, qadrdonlar, hurmatli obunachilarimiz. Mana Xudo xolasa Samarqand viloyati Pazdarxon tumani har doimgidek o'sha Aslan akamizni Xudo xolasa firmalariga keldik. Bu yerda shu bilasizlar molni zo'ri bo'ladi. 8-chi, 9-chi, 7-chi eng pasti shu 7 oylikdan yuqorigacha bo'ladi. Va zo'ri bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. O'sha zo'rlarni hozir sizlarga chiroyli qilib obzorini Hoji akamiz bilan ma'lumotini berib o'tamiz. Hafta kuniga payshanba 1-may. Mana simentallarni o'ta zo'ri, o'ta ajoyibi. Xudo xolasa mol qilaman, menga molni zo'ri kerak. Shunaqalardan o'tkir topib ber degan aka-ukalarimiz uchun mana haqiqiy nasib bo'lsa zo'r simentallar mana o'zi taglab qopti. Nasib bo'lsa necha oyligiga hammasi haqida ma'lumotni berib o'tadi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, rossiyskining ham udarlari kelgan. Mana bugun 6 bosh ekan. Xudo xolasa. Mana do'stlar. Eski paroda bunaqasini juda ham izlab yuruvdi ko'pchilik. Mana kelar, bunaqasi ham keldi. Orqa enlik kengliklariga qaraysiz. Hozir to'liq ma'lumotni yurgizib, chiroyli holatda sizlarga aytib havola etamiz. Hoji akamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum O'tkirjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, YouTube tomoshabinlari. Hamma chorvasiga xonadoniga Alloh baraka bersin. Chorvalari ko'paysin. Kamida har bir odamni chorva ishqibozlari, YouTube tomoshabinlari xonadoni kamida mana shu mollardan 4 tadan bo'lsin. Kamida bo'lmadi deganda. Bo'lmadi deganda 4 tadan nasib qilsin hammaga. Hoji aka, lekin to'g'risi men molni mana shu yerdan boshlab bordimda, qarab juda zo'rlari kelibdi-da. Mollar yaxshi. Ko'z tegmasin. Endi sifat zo'ri kelibdi aka. Mollar zo'ri birinchi sortlari keldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa. Rossiyskiy tozalari, simentallari bor. Hozir O'tkirjon bitta-bitta chiqarib hammasini batafsil ko'rsatib beramiz. Yurgizib, ha? Yurgizib, tuyoqlari, oyog'i, sog'ligi, tishlari hammasini ko'rsatib beramiz. Bitta-bitta chiqarib. Qanday bo'lsa? Mana hurmatli kuzatuvchilar, birma-bir nasib bo'lsa ko'rsatib o'tiramiz. Ko'z tegmasi mana mashallah. Zo'rlar keldi mana Xudo xolasa. Orqa kengliklarini aytmaysizlarmi? Nasib bo'lsa oy kuni yaqin ekanda, ha? Hoji aka? O'tkirjon bu ham endi bir hafta, 10 kunlarda to'q qolsa kerak. Alloh a'lam endi yetilyapti, mana yilni boshladi. Yilinlarni ham ko'rsatib o'taylik-da. O'ta yuvoshgina ekanda. Bunaqa molni uyda saqlasa mazza qiladi-da, Xudo xolasa. Farzandlaridan mana yomon-da baribir. Shunday, ha, yuvoshligi mana, ular sog'ligi, yeb ichishlari, kengligi, yapaloqligi, yerga yaqinligi mana. Hurmatli kuzatuvchilar, sog'ligi. mana yurish turishi, oyoqlari hammasi joy-joyida. Mana do'stlar, men qarib shu 1 yildan oshib qoldi. Hoji akamiz bilan birgalikda ishlayotganimizga. Xudoga shukr, hech kim nolib kelgani yo'q. Mana mollarning zo'ri, sifatlari kelyapti. Bir joyga 7 ta, 8 ta, 10 talab ham olib ketayotgan joylari bor. Xudo xolasa bemalol ulgurib qolaylik faqat. Nima dedingiz, Hoji aka? Buni nima qilsa yaxshisi mazza qilib uyga foydalanaman deb. Sog'ib ichaman deb mazza qilaman deyotganlarga mana bir hafta 10 kunlarda tug'adi nasib bo'lsa, Xudo xolasa mana yerga yaqini. Sizlarning sog'ligi, yeb ichishiga hammasiga javob. Bemalol kelib ko'rib, savdolarini qilib, mol urishlarini qilib. Xudo xolasa endi bu 2 ga 3 ga. Menga ikkinchi qoringa deb bergan.
Balkim 2dir, balkim 3dir, Allohu a'lam. Menga lekin ikkinchi qorin deb bergan. Balkim 3-qorindir. Kechroq qochirilgan bo'lsa, Kechroq qochirilgan bo'lsa ikkinchi. ikkinchi qorin bo'ladi. Aha. Bo'lmasa 3-qorin bo'ladi. 3-qorin. O'zi shu qorindagisi shunaqa. Qornidagisi. Qorindagisi mana. Shunday, xanim. Qancha bahosi endi bu? Hoji? Buni bahosini hozir 37. 37 ha? 37 million. Kelishtirib beramiz, Kelishtirib xudo beramiz, xolasa. ha. Savdolari bor. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni qo'shni mahalladan akalarimiz bilan kelgandik o'tgan safar. Mollarni xudo xolasa olib ketdi, nasib bo'lsa baraka topishdi. Yana ham xudo xolasa kelamiz dedi. Ikkitasi bir joyga sotildi, bilsangiz, bitta semental hamda mana shunaqangizi va bittasi Qashqadaryoga sotilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, shoshilamiz. Mollar o'ta zo'rlari keldi. Mana bundan tushadigan buzoqlar ham tug'ilgani xudo xolasa 20 millionlik bo'laveradi. Bu yillarda narx-navo ko'tarilib ketdi-ku. Mana nasib bo'lsa keyingisi mana o'zimizni eski parodami deyman, mana. Eski rossiyskiy parod. Eski rossiyskiy Zo'rlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, orqa kengliklariga e'tibor beraylik. Haybatiga. Mana molimiz. Bu necha oylik ekan? Bu ham 8-oyga to'ldirib 9-oyga o'tyapti. Ko'rjon. Buni ham olgan joyimizdan akalarimiz 3-qoringa deb berdi. 3-qoringa deb berdi. Mana Aha. kuzkalari, taqalarini qarang buni. Buni olgan joyimiz endi ularning aytishi bo'yicha-da, menga aytishi bo'yicha 30 litr sut bergan deb berdi. 30 litr. Shunaqa deb berdi. O'zi tagi ham ma'lum. Ko'rdingiz, boya tortib ko'rdingiz. Taqalari ham 30 litr sut bergan deb berdi. Endi Allohu a'lam, Xudo xolasa to'lsa 20 ta 25 litr bersin. 20 ta litr ham o'zi katta litrda. 25 litr, 20 litr bersin mana. Bu necha oylik dedingiz buni? Bu ham 8-oy to'ldirib 9-oyga o'tdi. 9-oyga o'tdi, xudo 20 xolasa. kungacha tug'adi. Biro 20 kunda nasib bo'lsa, Suzkalari, sog'ligi hammasiga javob. Yeb-ichari, tuyoqlari hammasi joy-joyida. umuman ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Aybi nuqsoni yo'q, hammasi sinovdan o'tib Mana hurmatli kuzatuvchilar, nasib bo'lsa shunaqa mol izlab yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. O'zi nima deydi, shu juda kuchli mollar ekanda, mana yapaloqligiga e'tibor beraylik. Mana shu yelkasi juda kengish molda mana shular. yelkasi ham orqalarini qarang. Orqalari, yelkalari kengish mol. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Xaltalarni qarang. Bittaga solsa shunaqa soladi. Nasib bo'lsa Alloh barakatli qilsin. Buni bahosi qancha ekan? Ko'rjon, buni 39 million, buni ham savdosi bor, kelishtirib beramiz. 39 baho qo'yilyapti. Xudo xolasa savdolari bor. Bemalol nasib bo'lsa savdosini qilib olaverasiz akalar. Mana molning ajoyiblari. Keyingilarni ko'rsatishda davom bo'lamiz. Mana keyingisi nasib bo'lsa. Va shu toza rossiyskimi bu? Ha, bu ham toza rossiyskiy. Mana xudo xolasa o'sha olalaridan akalar. Ola qoralari. Ola qoralaridan niyat qilganlaringizdek mana. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Yurishi, stoykalari, qomati mana xudo xolasa o'ta ajoyib. Mana bular. Birinchi qoringa g'unojim mol mana. Endi qaranglar aka. Mana birinchi qorin mana shu molimizda. Yetiltirib qo'yyapti-da. To'g'rimi? Yetiltirib qochiryapti. Ha. Voyaga yetkazib. Voyaga yetkazib. 8 oylik, 10 oyligida qochirib qo'ymaydi. Yetiltirib, yoshini va vaqtiga kelgandan keyin qochiryapti-da. U bir xil 2 tish bo'lib ketadi, 4 tish bo'ladi. Albatta. O'zi 18 oy, 20 oyligida 2 kurak bo'ladi. Ikrak bo'ladi. Ana unda shu vaqt qochadi-da bu, to'g'rimi? Ha, shu 16 oyligida boshlab qochadi. 16 oyligida. 16 oyligida qochadi. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Bu tutomlari ham mana tur joyda, chiroyli joylashgan mol ekan, mana. Birinchi qoringa g'unoji. Necha oylik dedik buni? Bu 9-oyga o'tdi bu. 9-oy. Xudo xolasa yaqin kunlarda mazza qilib, 23 kunda nasib bo'lsa. mana sog'ib, mazza qilib buyog'i kinab, mana isib ketdi. Ha, ayronlar ichaveradi nasib bo'lsa.
Bana hurmatli kuzatuvchilar, nasib bo'lsa niyat qilgan aka-ukalarimiz uchun mana o'ta ajoyib rossiyskiy mollarimiz keldi. Mana hammasi bir-biridan juda ham kuchli mollar. Korobkalarga turib beradigan bo'lsak, korobkalari ham. Endi bu mollarni tushunadigan odam bittada tanib bo'ldi o'zi. Mana bu. Hammasi joyida mana bemalol suskalarni Birinchi tug'ishiga mana yuvoshligi o'rgatilganda. Nima mana qarang. O'zi mana shu toza qonlisi shu juda bir bizion bo'ladi-da, nima dedingiz? Mana hurmatli. birinchi qoringa nasib bo'lsa 20 kun 25 kunda bu ham to'g'ri qoladi. Buni bahosi qancha? Buni bahosi 36 million. Buni ham savdosi yo'q, kamaytirib. 36 million so'm, xudo xolasa savdolari bor, kelishtirib beraman deyapti. Nasib bo'lsa, niyat qilgan akalarimiz kelaveradi. Mana ajoyiblari. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingisini davom qilamiz, keyingisini ko'rsatamiz. Mana akalar, xudo xolasa o'ta kuchlilari chiqyapti, birma-bir. Mana nasib bo'lsa gigantlari deymiz, shunaqalari, kattalari kelyapti mana xudo xolasa. Mana do'stlar, haqiqiy toza rossiyskilar mana xudo xolasa kelib turib olib ketib turasizlar aka. Bu nechinchi tug'ishga ekan? Bu najim bu birinchi tug'ish. Birinchi tug'ishga g'inojim mana. Mana hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor beraylik molga. Birinchi tug'ishda xonada yelkam boshladi. Bu kucham 15 kunda, 10 kun 15 kunda tug'ib qoladi xudo xolasa. Mana bu o tomonlarini o zilenka surtib qo'yganimiz mana u bir-biriga yaqin bo'lgan turibdi. Sal shoxlab shoxi bilan suzibdi-da bu yerni. Shunga zilenka surtib qo'ydik. Hech qanday bir anavsi yo'q edi. Shox tekkan yo'q boshlaydi. Hocam bu ham najim birinchi tug'ishga. Bu ham 10 kun nasib bo'lsa 10 kunlarda tug'ib qoladi. Mana o'zi taklab chiroyli joylashib kelyapti ekan. Xudo xolasa shu hafta 10 kunlik dedingiz-a? Buni qarang, bu juda boshqacha ekan, ha? Ha, nasib bo'lsa bu ham. Mana aka, orqa tomonlari, yelinlariga turib, ko'z tegmasin. Mana suskalariga. Mana. Bo'sh. Mana bo'sh. Mashalloh, ko'z tegmasin. Mana Hali bu kindiklari bilan solatda bu hali bo'shab yotibdi bu. Mana bu kindiklar bilan. Sherlar bilan soladi-a bu mol? Balandligi ham baland mol. Mana do'stlar, Yemi-cheri, sog'ligi hammasi joyida mollar. To'g'ri mana mazza qilib 10 yil mol qilaman deyotgan. Ota bemalol mazza qiladi. 10 yil xudo xolasa o'zidan ko'paytirib, yaxshi navosga qo'yib tursa, bir firma qiladi nasib bo'lsa 10 yilda. Mana akalar. Mana mol, ko'raylik. Kengishligiga qarang bu mol, chiroyiga qarang. Maşallah akalar, bir-biridan zo'r. Hammasi kuchli mol ekan. Mana. Buni nasib bo'lsa, buni qancha qilib beramiz aka? Buni ishqibozlarga 39 million qilib beramiz. 39 yana ham kelishtirib, ha, xudo xolasa. Hamshim kelishtirib berganmiz O'tkirjon. Hech kim norozi bo'lmagan. Chiqaramiz. Mollar zo'rini olib kelamiz, zo'rini beramiz. Kelishtirib beramiz, arzon qilib beramiz yana. Mazza qilib, mana ko'ring, mollar birinchi sort mollar, hammasi zo'r mollar, sutga ishlayman deyotganlar mazza qiladi. Nasib bo'lsa akalar, 2 ta, 3 ta misli mol olmasdan, bundan bitta olib, yaxshilab e'tiborda berib, shu 3 ta molga berilayotgan parvarish, mehrni mana shuni bittasiga beraylik. Juda ham xudo xolasa daromadini ko'rasizlar akalar. Bir joyda ko'rdimki, mana shunaqangi ko'p sigirni tagiga 3 ta buzoq qo'shgan, o'zini bolasi yana bitta buzoq katta qilgan 2 ta. Ana undan keyin 3 ta buzoq qo'shyapti. Shu mana shu 1 yilda o'zida 8 ta buzoqqa sut beryapti. 3 oy. 3 oy, 2 oy berdi oxirgisini, ki bularga 3 oy berdik deyapti. Mana xudo xolasa keyingilari nasib bo'lsa simentalni bilasizlar akalar, hozirgi kunda hozir buni tengi bo'lmayapti. Simentalni shu nima deydi? Trendda simental. Molni zo'ri ham, xudo xolasa ajoyibi ham simental akalar. Bu mollar tengi yo'q.
Bu dunyo bo'yicha semental molda ekishni bo'lmasa kerak. Sit yo'nalishda ham go'sht yo'nalishda. Kozlarga o'tkazjam men. Mana. Birinchi qoringa ekoyim. Mazza qilib 10 yil mazza qilaman deyotganlar. Mashalloh, ko'z tegmasin. Mana akalar. Xudo xolasa o'ta ajoyiblari mana. Yosh mollarimiz mana. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Xudo xolasa semental ishqibozlarga yuborib qo'yaylik. Bu haybati ham o'zida haybatli mol ekanda. Ko'z tegmasin. Bunojim birinchi qorin. Birinchi qoringa. Ekoyim birinchi qorin. Ikkalasi ham birinchi qorin. Nasib bo'lsa 15 kunligi bor. Bunisini bir 15 kunligi bor. Bo'li 8 oylik bu. 8 oylik. Bunisi xudo xolasa 15 kunda xursand qiladi deyishyapti. Nasib bo'lsa tayyorgarlikni ko'raylik akalar. Birinchi sortlardan mana. Birinchi sort toza, 100 ga 100 da. Mazza qilaman deyotganlar shoxlisi. Shoxli variant. Mana. Orqa kengliklari hamma yog'ini ko'rsatib o'tyapmiz mana. Yana ham ma'lumotlarni hozir to'lab beramiz. 8 oylikka 9 oylik. Xudo xolasa 15 kunda buni tug'adi. Mana. Bunisi bir oy kutamiz nasib bo'lsa. Mashalloh, ko'z tegmasin aka. To'g'risi, odamning bag'ri dilini ochadigan mollar ekanda. Bo'sh. Mana. Kengligi, balandligi, umuman kamchiligi yo'q mollarda. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqa niyat qilgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa yuborib qo'yaylik semental sigirdan, g'inojinidan olaman, sigir qilaman degan aka-ukalarimizga shu mabodo eshitgan bo'lsangiz, padilisa qilib yuborib qo'yaylik. Mana nasib bo'lsa g'inojini keldi. 10 yil tiq o'tmasdan xudo xolasa sizlar uchun chiroyli holatda xizmat qilib yuraveradi mana shu mollarimiz. Tug'ib. Endi nasib bo'lsa bu mana shajaralarigacha, hammasigacha. Hammasi bor o'zi. Mana bu qiladi, betkasda hammasi. Chipida chiqib keladi. Chipi. Tug'ilgan nima qilgan? Qaysi firma, avlodi qanaqa deng? Qanday hammasi qaysiga qochirilgan? Bo'ylari ham 1,5 dan kam emas. 1,5 metrdan baland, kam emas. Mana mollar aka. Kelasizlar, ko'rasizlar, mana biz xudo xolasa sabag'ini qilyapmiz. Aka, ikkalasini bir joyga olaman degan akalarimiz uchun. Ikkalasini bir joyga olaman deb Yana ham kelishtirib beramiz, ha? Mana hurmatli kuzatuvchilar, hammasini bir joyga joylashtirdik. Xudo nasib etsa. Mana shu xudo xolasa bunisi bir 10 kun bor hali, 10 kun 15 kun. Ancha qorinni pastga tashlab yuboribdi. Arqa yelin so'p boshladingiz mana bizlar 15 kunligi bor. Bunisi 7 oyda to'ldirib 8-oyga o'tdi. Xudo xolasa mana bo'ylari ham aytayman, shu 1 yillikdan baland mollar, ikkovi ham katta mollar. Bu ham katta mollar. Mana do'stlar, ijtimoiy tarmoqda balki ayrim holatlarda kichikroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Katta ko'rinishi mumkin. Kelsa bemalol, kelib ko'rishlar mumkin, bemalol. Ikkalasini, Hoji aka? Ikkalasini bir joyda 8 dan yana kami bor, savdosini. 8 dan Ikkovini bir joyda olamansa yengil qilib beraman, ikkovini. Ikkovini bir joyda bo'lsa, yana ham yengil qilib beraman. Agar qo'shib olaman deyotgan bo'lsa, ikkita toza ham yengil qilib beramiz. Nasib bo'lsa, 3 tasi bir joyga, 2 tasi bir joyga yoki ko'proq bir joyga bo'ladigan bo'lsa, dastavkalari bilan birgalikda kelishtirilgan holatda, kelishilgan holatda kelishtirib ham beraman deyapti. Yuvoshligi hammasi zo'r. Bemalol. Mana kelib, ko'rib, savdolashib bemalol. Yaxshi gap ham, yomon gap ham bitta og'izdan chiqadi-da. albatta, albatta. Shuning uchun boyagi negativ kommentariy qilishdan oldin kelib ko'zi bilan ko'rib, bemalol 24 soat mening telefonim ishlaydi. Bemalol chiqaversin. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bemalol gaplashaveramiz, xohlagan bilan xohlagan nimasi bo'yicha gaplashaveramiz. Bemalol mollarni arzon qilib beramiz. Har kimning xonadonida kami 4 tadan bo'lsin mana shunday mollar. Inshaalloh. Mollarning sog'ligi, yeb ichishi hammasiga javob. O'tgan safar ham aytganimiz javob berib kelyapti. Bundan keyin ham javob beramiz hammasiga. Bemalol kelaversin. Hurmatli kuzatuvchilar, Butkir.uz Telegram kanalimizda lokatsiyalari bor. Xudo xolasa nomerlarini mana ekranda nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bemalol xudo xolasa kelaverasizlar nasib bo'lsa. Telefonlashib, mana olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Ha, nima deysiz Hoji aka? Yuborib qo'ysa yaxshi bo'ladi-da. Bemalol. Sababchi bo'ladi. Sizlar olaman deganlarga
yaqin o'sha Samarqanddan o'zimizni Samarqanddan mol izlab yurganlar bemalol kelaversin. Yengil qilib beramiz, hammasiga yengil qilib beramiz. Mana do'stlar. Umuman butun 12 ta viloyat respublikamiz bo'yicha ham beraveramiz mollar, dastavkalarini qilib, kelishtirib yengil qilib beramiz hammasi. Shu paytgacha yengil qilib beryapmiz, bundan keyin ham yengil qilib beraveramiz O'tkirjon. Xalqimizga yana bir bor ishlariga omad, chorva ishqibozlariga, chorvasiga baraka, safarda yurganlar safarlar bexatar bo'lsin, kasbkoriga Xudo barakasini bersin. Barcha balo ofatlardan saqlab, nima yaxshi niyatlar bo'lsa Alloh niyatlariga yetkazsin. Hammaga yana bir bor baraka. Bittadan like bosib, O'tkiruz kanaliga like bosib, tanish bilish chorva mol izlab yurganlarga bittadan yuborib qo'ysa, katta rahmat hammaga. Rahmat hojaga, ishingizga Alloh baraka bersin, charchamang el xizmatda. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Xudo xolasa har doimgidek o'sha zo'rlari, o'ta ajoyiblari, ishonchlilari, Samagilovni haqiqiy ishonchlilari mana shu yerga kelaverasizlar. Bitta bonusi bor, har doim aytgan, men o'zim nomimdan aytib yuboraman hojaga. Qarang, tug'gandan keyin bonusiga Simental novos bor, iston novoslar bor, rossiyskiy novos bor. Bemalol qo'ydirib beraveramiz. Uni kuyga kelib qolsa, nima qilib qochirib beraveramiz. Allohga. Do'stlar, ana shu gap. Xudo xolasa, nima dedingiz? Erinmasa bo'ldi, olib kelaversin. Olib kelaversin. Bonus ichida. Mana do'stlar, hammaga omad, biz kuzatishda davom eting, charchamanglar.